Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi sizlarning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzumiz bolalardagi adenoid giperplaziyasida tabobat bo'yicha qanday insonlarga yordam berish mumkin, mana shu mavzuda bo'ladi. Demak, adenoid giperplaziyasi yoki adenoid vegetatsiyasi deb ataladigan kasallik 3 yoshdan 8, 7, 10 yoshgacha bo'lgan bolalarda bo'lib, o'sha adenoid bezi burun yo'li va tomoq yo'li halqumdagi adenoid bezini kattalashib ketishi va nafas yo'lini yopib qolishi va natijada har xil shikoyatlar paydo bo'lishi, asoratlar paydo bo'lishi bilan namoyon bo'ladi. Adenoid bezi o'zi normada mavjud bo'ladi va u ma'lum bir kattalikda bo'ladi. Mana bu rasmda burun yo'li va burun yo'lini tomoq o'tadigan joyida mana adenoid bezini ko'rsatilgan. Bu kattalashgan holatda turibdi hozir. Adenoid bezi adenoid vegetatsiyasi, ya'ni giperplaziya holatda turibdi. Qo'zg'algan va o'lchamlari kattalashgan holatda turibdi. Mana shu natijasida burundan havo kelishi kamayib, bolada manqalik paydo bo'ladi. Kechqurun uxlaganda og'zini ochib uxlaydi. Burni oqadi doim. Shunaqa shikoyatlar bo'lishi mumkin. Agar bu uzoq vaqt rivojlanadigan bo'lsa, mana bu yuqori jag' suyaklarida o'zgarish kuzatiladi. Endi buni sababini internetda lor vrachlarimiz tomonidan yaxshi tushuntirilgan, lekin bitta narsani men qo'shmoqchiman. Biz aytamizki, mana shu burun bo'shliqlari nima uchun kerak? Alloh taolo nima uchun yaratgan? Buni yaratishdan maqsad inson juda ham sovuq havoda nafas olishi mumkin, ko'chada qishda yurishi mumkin. O'shanda ozroq iligan holatda o'pkaga kirib boradi havo. Bu masalaning bir tarafi. Masalan, ikkinchi taraf shundan iboratki, havo ilish bilan bir vaqtda mana mavjuda miya bor. Miyada 4 ta arteriya bilan qiziydi. Modda almashinuv kuchli bo'ladi. Bu miya qattiq miya parda bilan o'ralgan va suyak bilan o'ralgan yopiq tizimdan iborat. Uni qizib ketish darajasi kuchli bo'ladi. Shuning uchun bu ventilyatsiya qilish havola bilan qisman miyani sovutib turadi. Sovutib turadigan ventilyatsiyaga ega. Shuning uchun bolani kislorod yetishmovchilik belgilari boshlandi deb turib talqin qilinadi vrachlar tomonidan, lekin miyani mizoji, ya'ni miya o'zini ventilyatsiyasini normadan qizib ketgan holatda bo'ladi va modda almashinuvlar ham o'zgarib, qanaqadir bir mayda shikoyatlar, behalovatlik, shunga o'xshash mayda simptomlar, bezovtaliklar kuzatiladi. Bundan tashqari, mana shu burun yo'llarini ventilyatsiya qilib turishi yuqori jag' suyaklarini ham shakllanishiga ta'sir qiladi. Bular normada agar havo aylanib tursa, modda almashinuv tezligi bir xil bo'ladi. Suyaklarning tarkibida osteoklast va osteoblastlar bor. Osteoklastlar o'sha suyakni yemirib turib shakl bersa, osteoblastlar bo'linib suyakni yaratadi va natijada sekin-sekin suyaklarda bir shakl paydo bo'ladi. Mana shu jarayonlarga, mana shu ventilyatsiyani bo'lmayotganligi, temperaturani oshishi, o'sha joyda mizojni qizishi va mana shu osteoklast va osteoblastlarda modda almashinuv tezligi o'zgarishi natijasida yuqori jag'da ayniqsa bilinib qoladi, prikuslarning qochib ketishi, jag'larning o'zgarishiga o'xshagan asoratlar berishi mumkin. Xo'p, endi buni operatsiya qilish kerakmi? Operatsiya qilish, albatta operatsiya qilish kerak degan masala bor. Operatsiya qilish masalasi agar davolash choralari foydasiz bo'ladigan bo'lsa yoki haddan tashqari, masalan, kechqurun uyqusida apnoe bo'lib qolayotgan bo'lsa, operatsiyaga to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatma bo'ladi. Operatsiya qildirganingiz ma'qul bo'ladi. Lekin hali u darajada bo'lmayotgan bo'lsa, birinchi, ikkinchi darajalarda davolasa bo'ladi. Davolash patogenezini men hozir tushuntiraman sizlarga. 3-darajada bu oraliq holat. Qaraysizlar, davolab ko'rasizlar. Agar davolashga paddavatsa qiladigan bo'lsa, ya'ni bo'ysunadigan bo'lsa, davolaysizlar. Agar shunda ham foydasi bo'lmasa, keyin boshqa chorasi qilinadi. Operativ chorasi qilinadi. Xo'p, tabobatda davolash nimadan iborat? Tabobatda davolash
Bu bezni biz yaratilishdan maqsadga muvofiqligiga qaraymiz. Nima sababdan bu yaratilgan? Yaratilishdan maqsad burun yo'lida mana shu adenoid bezi, tomoq yo'lida bodomsimon bezlar immun tizimi, limfoid to'qimasi bo'ladi. Bular havo bilan kirgan va ovqat bilan kiradigan, suv bilan kiradigan, badanga kirib ketayotgan mikroblarni, bakteriyalarni dan organizm immun tizimini ogohlantirish uchun darvozabon qilib qo'yilgan. Endi bu qachon giperplaziya holatida bo'ladi yoki kattalashgan holatda bo'ladi. Agar darvozabon, oddiy qilib aytadigan bo'lsak, doimiy shaharda ichida ogohlantiryapti, lekin shaharda ichida shunga yetarli darajada immun tizim shakllanmayotgan bo'lsa, immun tizim sust bo'lib qolaveradigan bo'lsa, bunda bu doimiy qo'zg'algan holatda bo'ladi deb qaraymiz. Chunki har bir a'zo o'zini qayta aloqa sifatida o'zini funksiyasini bajarilganligi va bajarilmaganligi to'g'risida qayta aloqaga ega. Xuddi shunday bu bez ham qachon giperplaziya holatda bo'ladi? Tabobatda shunday qaraymizki, demak bu bez organizmni immun tizimini yetarlicha ogohlantiryapti, lekin organizmda yetarli immun tizim shakllanmaganligi uchun bu qo'zg'algan holatda turibdi deb qaraymiz. Mana shundan kelib chiqib davolaymiz. Endi bunaqa holatda bo'lishi qachon bo'ladi? Masalan, gelmentozlarda TH1 tizimini susayib, TH2 tizimini kuchayish kuzatiladi. Bu degani nima degani? Gumoran immunitet kuchayadi, hujayraviy immunitet susayadi. Ya'ni makrofaglar, leykosit limfositlarning faoliyati pasayib ketib, immunoglobulinlar o'sha mikroorganizmda nishonlash anosi ko'payib ketadi. Nishonlangan qachon bo'lsa ham o'ldirilishi kerak bo'lgan narsalar ko'payib ketgan organizmda, lekin shuni o'ldiradigan hujayralar kam bo'ladi. Yetishmaslik bilan natijada surunkali yallig'lanish shakllanadi. Ya'ni gelmentozlar TH1 tizimini susaytirib, TH2 tizimini kuchaytiradigan holatga olib keladi. Mana shunday natijasida bu ham mana shu giperplaziyalarga sabab bo'ladi. Bundan tashqari holatlarda ham agar immun tizim yaxshi oshqozon ichak tizimini so'rilishida yoki boshqa o'sha teshik ichak sindromi deymiz yoki bolada qabziyat bor yoki ovqatlanish yaxshi emas yoki doimiy ekologik toza bo'lmagan mahsulotlar bilan ovqatlanadi yoki rejim boshqa surunkali kasalliklarda ham bunaqa narsa kuzatilishi mumkin. Adenoid bezining atrofidagi yallig'lanish va mikrofloraga ham e'tibor berish kerak. Agar yallig'lanish bo'ladigan bo'lsa, lorvalarimiz ko'rganda qizarib turgan bo'lsa, atrofida shilimshiqli fibrozning yallig'lanishlar, katarani yallig'lanishlar bo'lib, o'sha uchun surtmalar olib aniqlanganda mikroblar doim chiqadigan bo'lsa, buni ham alohida davolash kerak. Bundan tashqari mana shu immun tizimi sustligi bo'yicha alohida davolash kerak. Davolashda demak, birinchi qilinadigan narsa mahalliy yallig'lanish va mikroblarni yo'qotishga qaratilgan chora-tadbirlar qilinadi. Ikkinchi, gijjalarni davolash kerak bo'ladi. Uchinchi, immun tizimni stimulyatsiya qilish kerak bo'ladi. To'rtinchi, mizojni qizdirish kerak bo'ladi. Natijada o'sha giperplaziya normal holatga o'tishi kuzatiladi, kamida 2-3 oydan keyin. Xo'p, buning uchun nimalar ishlatamiz? Mahalliy, masalan biz o'sha zamonaviy dorilar bilan bir vaqtda tabiiy davolanaman desalarsiz, masalan qust yog'ini tomizish bilan burun va halqum yo'liga antimikrobniy effekti bor. Zaytun yog'ini qustal hindi bilan qaynatilgan alohida qust yog'i deb ataladi. Mana shuni tomizib turish doimiy juda ham yaxshi ta'sir qiladi. Keyin shilliq qavatni himoya qilish uchun masalan gelmentozlarni davolashdan oldin ichaklar shilliq qavatini himoya qilishga to'g'ri keladi. Buning uchun shu chakandamoyi, gastromokotip degan dorilardan foydalansa bo'ladi. Keyingisi gelmentlarni davolash. Gelmentlarni davolash asosan o'sha kimyoviy dorilardan ko'ra giyohli dorilar afzal hisoblanadi. Buning uchun masalan gelmedel, fiarel, qustal hindi kabi dorilardan foydalansa ancha effektivni bo'ladi. Keyingisi biostimulyatorlar bo'ladi. Ya'ni bu gelmentlarni davolab bo'lganimizdan keyin biostimulyatorlar ishlatamiz. Masalan, asalari gulchangini ishlatsak bo'ladi yoki immun tip eliksirni ishlatsak bo'ladi. Keyin gelmentlarda gipovitaminoz, avitaminoz holatlari bo'ladi.
gelmentlarni tuzatganimizdan keyin 20 kun 1 oy ichida qo'shimcha vitamin preparatlari bersak bo'ladi. Va oxirida mizojni qizdiramiz. Ya'ni ozroq modda almashinuv tezligini oshirib, immun tizimga qo'shimcha yordam beramiz. Masalan, immun tip eliksiri, immun tip majuni, qustal hindini ishlatsak bo'ladi, sedana, qora sedana moyidan ishlatsak bo'ladi, kapsuladan ishlatsak bo'ladi, jenshen ishlatsak bo'ladi, radiola, zolotoy koren ishlatsak bo'ladi, zanjabil ishlatsak bo'ladi. Mana shular bilan bolaning immun tizimi ancha rivojlangandan keyin o'sha giperplaziya holatidan normal holatga o'tishiga umid qilinadi.